أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz, qadrlik o'quvchilar, saboqdoshlar, musulmonlar, bugun kitobimizning 41 hadisini so'zlab o'tmoqchi. An Zayd ibn Khalid al-Juhani radhiyallohu anhu قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. Zayd ibn Khalid al-Juhani radhiyallohu anhu rivoyat qilinib mundaq dedi: biz bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdat namozini Hudaybiyada kechisi yoqqan yomg'irning oqistidan o'qidi. Kechilikda yomg'ir yog'ib ekan. Shu yomg'ir yog'ib samain kanat min al-layl degan kechisi yoqqan yomg'irning oqisida, ya'ni izidilam namoz o'qidi. Falamma insarafa namozdan bika bo'lib odamlarga oldini qilib, ya'ni insonlar tarafiga oldini qilib dedi: Rabbinglar azza va jalla nima deganligini bilamizlar? Allah subhanahu va taolaning so'zini inson bilmaydi. Birodarlar, diqqat qiling. Payg'ambar alayhisolatu vasallam u yerda o'ltiruvchilardan Rabbinglar nima dedi bilamizlar degan. Bu yerda bir vahiy tushmaydi qo'lida so'rg'ili. Uni bilmaydi uni. Ammo men deb bersam, men so'zlab bersam, butun zehnini markazlashtirib, bütün zehnini yig'ib o'ltirib anglamizlar. Ular Alloh va uning rasuli olimroq. İlimni Allah'a topshirdi. Ondan keyin Allohdan vahiy oladigan payg'ambarga topshirdi. Payg'ambar bunday dedi. Allah Teala bunda dedi: bandalarimning bir qismisi bana imanı bana ishongan ve yulduzga kafir bo'lgan holatda tanıtdı. Yani bandalarimning bir qismisi bana mu'min ve kafir tanıtdı. Bir qismisi mu'min, bir qismisi kafir. Ama Allah'ın tezli rahmeti bilen yağmur yağdırıldık diyen kişi, o kişi bana mu'min, yulduzga kafir bo'lgan kişi. Ama şundak ve şundak yulduz sebeplik diyen kişi, o bana kafir, yulduzga ishongan kişi. Demek bu hadistin elinadigan en çok mazmun Allah subhanahu ve ta'ala'nın kainattaki bütün işnin faali, hakiki faali kim? Allah. Yağmur yağdırsın, kuyaşını çıkarsın, gün keçi olsun, gündüz olsun, insanı dirildirsin, sak kılsın, kesel kılsın, yığılasın, küldesin, aç, tok. Hem bu halet asli de onun ilgisi, onun sahibi kim? Allah. Böyle boran çıksın, kar yağsın, şamal çıksın, hava tutulsun, içilsin, kış, yaz, müldür. Hem asli faili kim? Allah Teala.
inson Allah subhanahu va taoloning qiliqlarini Allah'ning g'ayriga e'tiqod qilib turib, bizzat mushuning qo'ldan shunday keldi. Masalan, bu saqaytdi. Bu bizni boqdi. Bu bizning turmushimizni yaxshiladi. Bu bizning bugunimizga erishdi deb shuningdan e'tiqod qilgan bo'lsa, millatdan chiqadigan kafir. Ammo bundan emas, sabab nuqtasidan. Bu doktor şifalık verdi. Sebep kıldı, Allah şifalık verdi. Bu baktı, sebebini kıldı, Allah rızkımızı verdi. Bu bizni yaxshi kuniga kıldı, yani yol ko'rsatdi, sebep nuqsdan Allah verdi deb Allah subhanahu va taoloning qiliqini Allah'ning g'ayriga isbotlash ham atalg'udi kufr. Ammo shu islomdan chiqarib atmaydi. Sabab nima uchun atalg'idi kufri? Chunki millatdan chiqarib atmasa bu gunoh, kabira. Chunki Allah subhanahu va taoloning ne'matini Allohga yulash, Allohga isnot qilish bu musulmonning axloqi. Musulmonning axloqi. Xuddi manda bir misol oldi. Uydagi ana xajlab bergan pul, yetib bergan tomoq, pishirib bergan go'sht, kiydirib qo'ygan kiyim, hammasining asli fa'ili kim? Dada. Dada go'sht akab berdi. Dada kiyim olib berdi. Dada uyning kerakli narsasini topadi, ana uni qilib berdi. Haqiqiy fa'il. Bu yerda onam kiyim olib berdi, onam tomoq yetib berdi, onam meni boqdi, onam mening qo'sqamni to'yg'azdi, dadam emas desa, e'tiqodan desa, masalan, kafir. Agar anda emas, ona fa'il qilib berganlik uchun desa, bu dadaga adabsizlik. Dadaga aqlning ko'taliqi. Chunki ona qilib beralamdi. Ana shunday qilishga qodirmi o'yda turib, dada qiladi, ana shu sababchi bo'ladi. Mujning o'xshaydi, vallahi. Al-ma'na al-'am umumi ma'nisi. Kana al-arab ya'ishuna fi as-sahra, ma sinulan wa satulan. Yastadi'una fi laylihim biqamariha wa yastarshiduna fi asfarihim wa ahwalihim binujumiha. كما حكى عنهم القرآن الكريم بقوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وكان من تتبعهم لحركات النجوم أن رصدوا 28 نجما وهي المسمات بمنازل القمر فعرفوا أن كل نجم منها يعيش 13 يوما تقريبا ثم يسقط في المغرب ويطلع نجم بدله من المشرق فسموا هذه النجوم بأسماء. Araplar yezilarda yaşaydigan bulup kechisi ay bilan yurug'liq talab qilsa safarlarida ahvollarida o binujumiha osmonning yulduzlari bilan yo'l talab qildi, ya'ni yo'l topatdi. Ulardan Qur'oni Karim so'zi bilan hikoya qilganda va alamat o ay alomat yulduz bilan ular yo'l topadi deb. Ularning yulduzning harakatlarini aniqlaganligidan ular 28 yulduzni kuzatdi. Buni manazilul qamar, oyning orbitasi deb atalgan 28 yulduzni kuzatdi. Ular her birisi bu 28 yulduzdan o taxminan 13 kun yaşaydiganligini, yani chiqadiganligini, anındakin kun patadigan, mag'ribga patadiganligini bildi. Ve uning o'rniga mashriqdan belak bir yulduz chiqadiganligini bildi. Shunlashqa bu yulduzlarning ismi bilan atadi. 28 yulduzning ismini atgan. وثبت لهم من تجاربهم وملاحظاتهم أن المطر كثيرا
ما كثيرا ما يغيثهم إذا غاب نجم كذا أو طلع نجم كذا وارتبط في نفوسهم نزول المطر بمطالع بعض النجوم وبمرور الزمن وبزحف من الوثنية على معتقداتهم ظنوا أن هذه النجوم هي التي تسقط المطر ونسبوا الفضل في المطر إليها ونسوا الله تعالى صاحب النعمة فقالوا مطرنا بنجم كذا والفضل في المطر لكوكب كذا. Ularga tecrübeleri ve mülahizeler arkalı yağmurun köpünçe ularga şundaq yulduz petip patkan çağıda ya şundaq yulduz çıkıtkan çağıda keladiganligi isbotlandi tecrübeler arkalı. Ve ularning ko'nglida yağmurun bazı yulduzlarning chiqishiga ularning ko'nglida yağmurning tushishi bazı yulduzlarning chiqishiga bağlandı ve vaqtning o'tishiga bağlandı. Butparastlikning ularning e'tiqodiga singib kirishi bilan, zahd degan singib kirishi bilan ular bu yulduzlar o yağmurni cho'g'izidi deb o'yladi ve yağmurdagi fazilatni bu yulduzlarga nisbat berdi. Ne'mat sahibi Allah subhanahu va taoloni unutib biz şundaq yulduzning sababi bilan yulduz bilan yağmur yağdırıldı degan o'tdi. Ve yulduzdagi fazilat shundaq yağmurdagi fazilat shundaq yulduzning degan o'tdi. وجاء الإسلام المحتم للوثنية المطهر للنفوس من العقائد الفاسدة الموجه لعبادة الله وحده فلفت نظرهم مرارا إلى أنه جل شأنه هو الذي يسير الرياح فتصير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيجعله قطعا متراكمة تصير بسرعة جريها واحتكاكها الرعد والبرق وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Butparastlikni chiqib tashlaydigan, bu ko'ngillarni buzuq aqidalardan poklab Allah subhanahu va taologa ibodat qilishga yuzlantiradigan islom keldi. Natijada islom ularning diqqatini bir necha qitim Allah Taala o shamallarni avatadiganligini, shuning bilan bulutni haydaydiganligiga diqqatini ag'dirdi. Allah Taala o bulutni osmonga xohlagancha yoydi. O yoq bu yoq qanga. Allah o bulutni bir-biriga mingishib ketgan parcha qiladi. Ve Allah o bulutning tiz mingishi bilan güldürmami çaqmoqqa suykilishi bilan qo'zg'aydi. Allah Taala yağmurni ular ümit üzüp bo'lgandan keyin cho'g'izidi, rahmatini ya'ni yağmurni yoydi. Allah Taala izgisi maqtalg'uchi deb bishadi. Allah Taala yağmurni cho'g'izish va uni rahmatini bulutini atrofga yeyish, umumlashtirishni o'ziga istagan. Yine Allah Teala'nın birlik ve barlıkla dalalat tutan paketlerden en mesleğini devamlı deyimiz. Hoş haber vergiçi şamallarını evetiş. Silage sebebimdir. Silage özünün rahmetini yani yağmurunu tetkik kılar. Ve kimimi Allah'ın buyruk bilen mağış için yağmur, şamal çıkış arkalık kimi mağıda yelkenlik var. Allah'ın fazlını talep kılışınlar için ki yağmur yığış arkalık zeminlik molçuluk buludu, rızık kenliydi, mevçi bile köpüydü. Sen onu tebliğ kılışmışsın. Ümit geçsiler, şükür kılgaçlar. Allah Teala bunu bu bir şamal bilen
molchilikning bo'ladiganligi, kimilarning dengizda mangadiganligi meni bayon qildi. Va kana min al-hikma an tablugha at-tashri'iyat al-ilahiyya lil-umma fi munasibat لتربط الأحكام بالواقع فتستقر في النفس وتتمكن منها ولا يسهل نسيانها. İlahi şeriatni ummatga munosib bo'lgan vaqtlarda, munosabatlarda yetkizish hikmatdan bo'ldi. Yani ilahi şeriatni ummatga munosib chaqlida yetkizish hikmatdan bo'ldi. Hükümni reallikka bağlash uchun natijada o hüküm ko'ngillarda urilishib, mustahkam o'rnaydi va unutish oson bo'lmaydi. Valdi deb qo'ymay, har bir munosabatda yetkizish bu hikmat. Shu uni zapaslab qo'ydigan narsa emas bu ilohiy hukmlar. Lihaza saqa Rasululloh hazal hadis fi layla min layalil qahar va fi sahra'il Hudaybiyah hina ishtadda al-'atshu bil muslimina va bidawabihim. وحين ساق الله تعالى إليهم سحابة مليئة أمطرت عليهم غيثا مغيث فشربوا وسقوا وأصبحوا فرحين مستبشرين وصلوا الصبح مع رسول الله فلما سلم من الصلاة أقبل عليهم يذكرهم بنعمة الله ويوجههم إلى شكرها ويستأصل من نفوس ضعفائهم رواسب الجاهلية الأولى فقال لهم هل تدرون ماذا قال ربكم اليوم قال تعالى. Şunlaşqa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisni qahatchilik, yani qo'rg'oqchilik, ochachchilik kechalardan bir kechada Hudaybiyaning yezilarida musulmonlar qattiq usayotgan, ularning chorvalari qattiq usayotgan chig'ida Allah subhanahu va taolo ularga to'shiq bulutni avatgan. O bulut ularga mol yağmurni yağdırgan, ular içken çarvalarını soğagan, xuşal köngli, hoş tagattugan, bomdatni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen birle ötügen bir çağda nima qildi, bayon qildi. Aşşu lihazanın falamma cevabım. An Peygamberim namazdan salam berib ularga aldığını kıldı, ular Allah'ın nimetlerini esletkili ve ularga o nimetki şükür kılışka yol yürük belgeler. Acizlarının vücudunun cahiliyet, tunca cahiliyetinin kaldıklarını komürvetkiler. Ben Peygamberim ularga sizlerin Rabbini bugün ne mi digenlikini bilemizler? Allah Teala hadis-i kudüsüde bunda adı. Menin bendelerimden bir türküm kişiler bana mu'min bo'ldi, meni menga iymon etib taqatdi. Mening ne'matimni menga yuylaydi. Yulduzga kafir bo'ldi. O yulduzning qiliqi bo'lmagan narsani yuylamaydi. Deydi-ki, Allohning fazl rahmati bilan yomg'ir yog'dirildi. Allohga hamd, Allohga shukr. Mening bandalarimdan bir tarafimlari menga kafir bo'ldi. Mening ne'matlarimga tanıdı. Mening ne'matimni mening g'ayrimga yuylaydi. Mening mukofotimni, mening uningga rizqa, mening uningga rizq berganlikka qarta menga beradigan mukofotni menga ishonmaslik qildi ya. Va o'ylaydi-ki, yulduz uning rizqidagi fazilat egisi deb o'ylaydi, deydi. Allah şunda yulduzun fazilan yağmur yağdırıldı. Ve şunda yulduzun tesiri bilen yağmur yağdırıldı dedi. Bana talep yulduzu şükür etdi. Bana ne unutup yulduz neyle eslaydı? Bana bu, bana kafir yulduz mümin. Demek umumi kaide Allah'ın nimetlerini Allah'ın gayrigi yüylep durup, Allah'ın gayriden kürep durup, Allah'ın gayriden düşünüp durup, Allah'ın gayrına şükür eytiş, rahmet eytiş, onu uluglaş, İslam'ın asli asası olan tevhidi xilaf. İnsanını İslam milletinden, iman dairesinden, Müslümanlık sıfatından çıkarıp taşlaydıgan emellerinin birisi burada. Şu Müslüman
her bir işte Allah'a hamd etişi, Allah'ın maqtışı mediliş lazım. Mana bu Müslüman özüge keladigan her bir işni Allah tilla ko'rish bilan u musulmon hech kimga qul bo'lmaydi, xor bo'lmaydi, qo'rqib qolmaydi, beshini egib qolmaydi, uning ko'ziga qarab qolmaydi, qo'liga qarab qolmaydi. U yakka yegani hur yashaydi burada. Al-mabahisul arabiyya Arapça tadqiq qilingan so'zlar. Sallalana Rasulullah lam ba'manisda salla bina degan ma'noda. Bil Hudaybiya uning yosi tahbib ya'ni yengilmi qiladi, qattiqmi qiladi. Hudaybiya ismi bo'ladi, Hudaybiya ismi bo'ladi. Yengil o'qishi yaxshidir. Hudaybiya deb. Dildo hadabar rajul deb iza kharaja zahru do'ng'oq bo'lib qoldi deymiz. Uning uchi sirtiga chiqib qolsa, maydisi qo'shiqi ichiga kirib ketsa, bunda uchi keniga chiqib qilib, maydisi ichiga kirib ketganda do'ng'oq deydigan gap. Al-ahdab min al-ayz, ziminga bu ahdab deganlar bo'ladi, min al-zimindan, ya'ni bak egizni, al-g'ayzul murtaba, yomon egiz, ya'ni bunda do'mchak deymiz, zimindan buni. Hudaybiya degan bir o'rin yoki kichik bir yeza. Buni quduqning yoki do'ng'oq daraxtning nomi bilan atalgan. Bu Makkadan 9 kilometr yiroqlikda. Ashada bir quduq vardı, Hudaybiya, maymoq quduq. Yoki bir daraxt edi, shuning nomi bilan Hudaybiya, maymoq quduq, maymoq daraxtlar atalgan. Ana isri samayn kanat milal isri degan hamzining ziri, isri sa sakin isri. Hamza saning asar debmi bor. Bu bir narsaga agishtiqqan narsani deymiz. Sama degan yomg'ir. Buningga sama deb yomg'irga sama deb ishlatilishi u bo'lganlik uchun ustun tarafdan, tepa tarafdan. Ma'nosi sallabina subha deb bizga bomdatni uqbadi. Keçilikte düşken yağmurun aksıdır. Falemmen sarab degan namazdır. Yakin namazın ornudur, namaz olan ornu. Akbala alen nas degan ulağın yüzü bilen yüzlendi. Ula peygamberinin aksıdır namazda boğandığını keledi. Onu namazda Resulullah'ın aksıda boğandığını için aldığını kıldı. Maksat adamlardan peygamber bilen birle boğan sahabeler. Hel tedrune maza kâle rabbukum maza Qalının mef'ulü buluş urunda. Maza qala, kimki qala. Tedrune amelden esildirildi. Tedrune amel qilmoqlar. Aslida maza tedrunening ma'muli o'zi bitta. Bu yerda mazani hal tedrune deb qilib, qala maza dedi nimani sizlarning Robbinglar. İstifham bu yerdagi hal agalandirish uchun. Haqiqatda bilan emas tushunishni talab qilishdan iborat. Aslida ma degan so'roq harfi bo'lib, tushundingmi, uqdingmi demakdir. Chunki payg'ambar ularning bilmayotganligini biladi. Rabb labzi bilan iborat keltirish, Robbukum deb va uni muxotablarning zimiri bo'lgan kum sizlar deb buningga izof qilish fazli minnatni uqtirish uchundir. Ya'ni sizlarni tarbiyat qilgan sizlarga fazl marhamat qilgan zot yomg'ir bilan demakdir. Alloh va Rasuli a'lam. A'lam tabzil o'z babida emas. Alloh Rasuli olimroq degan ular olimroq biz mazaq bilamiz degan yerda emas. Chunki ularda ilm yo'q. Unda bo'lgandan keyin bu yerda mushorakat emas. Asbaha min ibadi mu'minun bi va kafirun bi jar majrur hazf qilindi bu yerda. Va kafirun bi da Onu uqquli bo'lganlik uchun uning oldidagi din asbaha min ibadi mu'minun bi bunun din va kafirun maqsad bandalardan umumiy insonlar maqsad emas Rahman taolaning bandalari ulug' bandalari emas ularni izob qilish bilan o'zga ularni bilganlik uchun mu'min kafirga mutirna bina va kaza degan nav aslida yulduz emas. O nev degan na'an necmu yanu'u deganning masdari
Ne degan. Yani iza sakata ve gab yulduz patkan, yulduz petip ketipti deymiz. Yulduz patsa, yo'qolsa na degan ma'no bo'ldi. Dilinde iza nahaza ve tala'a ba'zanlar tarafdan patkan emas chiqsa degan ma'no. Lekin maqsad uning bu yerda yulduz maqsad atağanlık için fa'ilni masdar bilan. Fa'ilni masdar bilan atağanlığımız için bu yerdeki nev'tin yulduz maqsad. Fiqhul hadis. Yutlaqul kufru şer'an ve yuradu bihi salbu aslil iman vel khuruj an millatil islam. Ve yutlaq ve yuradu bihi kufru ni'me ve cuhuduha. Hadisning mazmuni. Kufr degan gap şer'an ishlatiladi ve onun bilan imanning aslisini tortish va islom millatidan chiqishni iroda qiladi. Shariatda kafir deyilsa iymoni yo'q, islom millatidan chiqayotgan degan iroda qiladi. Ishlatilib uning bilan ne'matga kafir bo'lgan, uningga tangan degan iroda qiladi. Ikki xil ma'nosi bor. Mu'min emas deganmi yoki ne'matni tunmagan tuzkur deganga ishlatildi. Ve bazı rivayat hadisine tamilu ila al-itlaq al-awwal. Bizning hadisimizning, yani bu hozirda vaqtimizning bazı rivoyatlari birinchi ishlatishga moyil, ya'ni kufr millatdan chiqarishga. Bizning tazalika kafirun bi mu'minun bil kawakib degan rivoyatimizga o'xshash. İmam Ahmed'in rivayetinde yakunun nas mujdibin, adamlar qo'rqoqchilikqa duch keladi. Allah ularga osmondan yomg'ir tushigidi, o'zining yomg'irsidan an ular mushrik bo'ladi. Ular shunday yulduz bilan yomg'ir yog'dirilib deydi deb bor. Va ba'zi rivoyat hadisina tamilu ila al-itlaq as-sani. Hadisninki ba'zi rivoyatlari bo'lsa ikkinchi xil atalg'uga moyil. Muslimning rivoyatidek ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقول الكواكب وبالكواكب من بندلرمگه nimet basamla birbirlik kişileri uladın o nimetke kafir buludu deydi kavakib bilen Allah asmandan bereket çügüsüla birbirlik kişiler insanların o bereketki kafir buludu. Allah yağmurunu çügüdüdü andaydı. Şundak kavakib. Peygamberimizin biha degan sözü o nimetki kafir buluşunu dalalat kıldı. Bir yerde ma zeydun illa qaim dese zeydahun emes migar koptu degan zeyd kopsila degan ma'no. Şuna Allah asmandan bereket çügüzmedi, migar çügüsü degan gap Allah asmandan bereket çügüsüla birbirlikte onundan kafir buludu, asbah degan öldü degan ma'no. Muşunun asasen deyilish layık kimki şundaq yulduz bilen yağmur yağdırıldık dese oylab yulduz hakikaten yağmur yağdırılıp pilallaqlıq, yağmurni paydo qiliqliq da oylab itiqod qilib ba'zi jahiliyat ahli bo'g'inidak o kafir İslam milletidan chiqadi. Kimki desa shundoq yulduz bilan yağmur yağdırıldık deb itiqod qilib jazman o yağmur Allah Taoladan, Allah'ın rahmeti bilan ve jazman yulduz onun vaqti belgilengen urun ve alamet deb bu kafir olmaydı. Gerçi bu sözünü deyiş, bu söz mekruh olsun mu? Çünkü o söz küfür bilen onun başkası oturuşta vasıta bulunduğun sözdür. Kağında Allah bile. Demek bu hadis ne mi dalalet kılıdı dese Allah'ın kılıklarını Allah'ın gayrı isnat kılış itikat durup ibay degenler. Doktoru kiselini davalaydı sebepçisi. Muşu doktoru sakaydı. Bu mugammat sakaymaydı. Zadı doktoru yüylep durup itikat tutup bizi kafir. Ya bu sebepçiydi bizi kafir emez. Bu hadis Allah'ın kılıklarını Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki kılıklarını Allah'ın gayrı ispatlaş iki kıl buldu Allah'a. Hakiki manasında ispatlasın kafir, vasıtılık sebep noktasında ispatlasın onu bir günahkar bulunduğu Allah'ına oturup durdu. İkinci birisi namazdan keyin
tabliğ nasihat qilishning yo'lliq ekanligini turib turdi. Üçüncü birisi her xil munosabatlarga kelganda shu munosabatni chin tutib loyiqda da'vat qilaverishning zarurligini turib turdi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.